Seriy turba oldingmi? Oranjiviy deb aytdim senga. Arzon ekan oldim. Arzon bo'lsa ovurmaydi, buni uyga olamiz. Men senga oranjiviy turba olgin deb aytdim senga. Kallangga kiradimi gap? Umr yeydigan bola bo'lding. Bormaylar. Sobir aka, Salomat yaxshimisiz? bo'ling. Salomlik, charchmaysizlarmi? Nima bo'ldi, aka? Ko'rmaysizmi? Uyga remontga oranjiviy yaxshi baquvvat turbalardan olib kelgin desam, mana bunaqa turbalar ko'tarib kelibdi. Yo, men asabim buzilib ketyapti bu bolalar qilgan ishiga. Aka, qarang, seriy turba bilan oranjiy turbani o'zini ishlatadigan joylari bo'ladi. Farqi bor, bilasizmi shuni? Bilmayman, menga oranjiviy yoqadi-da, men oranjiviy ishlataman. Ya, unaqa emas, aka, hozir tushuntirib beraman sizga. Seriy va oranjiviy turbalar. Xo'sh, ulardagi asosiy farq nimada? Seriy turbalar asosan ichki kanalizatsiya montajlari uchun ishlatiladi va ularga ortiqcha bosim tushmaganligi sababli stenkasi ham oranjiviyga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni seriy turbalarda stenkasi 1.8 dan 2.7 mm gacha bo'ladi, diametri esa 50 mm dan 110 mm gacha bo'ladi. Oranjiviy turbalar esa tashqi kanalizatsiya tizimlari uchun mo'ljallangan bo'lib, ular nisbatan mustahkamroq, harorat o'zgarishiga chidamli va albatta yuqori bosimga bardoshli bo'ladi. O'z navbatida ularning stenkasi esa 3.4 mm dan 4.9 mm gacha bo'ladi va diametri esa 110 mm dan 160 mm gacha bo'ladi. Agarda uy ichiga kanalizatsiya montaj qilinayotgan bo'lsa, seriy rangdagi, agarda uydan tashqarida kanalizatsiya montaj qilinayotgan bo'lsa, oranjiviy rangdagi turbalar eng zo'r tanlov bo'la oladi. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosinglar va kerakli tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Izohda esa o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.